Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Sam Slavalab deymiz. Hali rosti kanal nomini o'ylab topganim yo'q. Shuning uchun o'ylaymanki, balki keyinchalik nom o'zgarib qolishi mumkin. Xullas, bugun qanaqangidir yo'llar orqali o'zimni o'sishga majburlamoqchiman. Bir kunda juda ham kam vaqt berib, lekin har kuni. Hozircha eng mani fikrimcha dolzarb bo'lgan mavzulardanmi yoki bo'lmasam osonroq bo'lganlardan bilinglar. Bu ovozni yaxshilash va artikulyatsiyani, ya'ni gapirayotgan paytida duduqlanmasdan, so'zlarni yeb qo'ymasdan gapirish. Hozir man ChatGPTga berdik, nimalar qilsak bo'ladi deb. Lashatka debdi. Artikulyatsiya uchun bu. Ya'ni to'g'ri gapirish uchun, gaplarni chiroyli gapirish uchun. Лошадка. Только языком, как лошадь, короче. 10 marta akak akak qanaqa u loshatka qanaqa ovoz chiqarar ekan u? E? Ha. Ha. Mana shunaqadan 10 marta qilishimiz kerak. Hop, маятник. Двигай языком. Типа tilni bulabdan bulabgacha olib borish. 10 marta bu ham. Ha, aslida juda ham qiyin narsa ekan. Трубочка. Buni qilish kerak. Hı? Hı. 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 И to'rtinchisi skoroговоркani tezaytishga aytish kerak. G'ana g'ildirakni g'izillatib g'ildiratdi. 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 G'ildiratdi. И keyingisi ovozni tembrni tushirish uchun katta qilib turib zivayt nima bo'ladi o'zbek tilida? Esnash kerak ekan. Kameraga qarashdan g'alatiroq tuyulyapti. Besh marta. Hop. Keyin мычание. Это закрытым ртом. Типа bundoq ovoz chiqarishimiz kerak.
iloji boricha baland nizkий ton. Nizkий ton shunday более balandroq bo'lishi kerak, to'g'rimi? Mana bunaqa. Mm, 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 mm. Biber hozir sutni qotib ko'rishsa kerak, sen toming ketib qoldim desa kerak. Hop, 5 marta solindi. Buzzing. M yoki bo'lmasam N harfini prям ko'krayda vibratsiya bo'lmaguncha aytish kerak. Vibratsiya qilib aytish kerak. M, 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 N. Balkim cho'zib turish kerakdir buni misol uchun aytilmagan. Okey. И nafas olayotganda gapirish emas, nafas chiqarayotganda gapirish kerak. Qaniydir bizga tekst kerak ekan. Tekst. Balki mana bordir. Hozir ashlan teksti bordir. Yo'q. Hop, qarang. Bizga ashuladan tekstlardan konsta o'zbekistonlik bo'lib chiqdi. Gapirayotgan paytda chiqarish kerak. O'zgartirdim atrofim yoqmaganda. Foyda yo'q boshqalarni ayblab. G'alati ekan tekst. Ashlan tekstini o'qish. Ertak. Qisqacha ertak. 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 Birinchisi. Ochko'z bo'ri. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Ulkan o'rmonda bir ajdar tulki bo'lgan ekan. Bir kuni yo'lda bo'rini uchratibdi. Bo'ri semizgina quyonni tishlab ketayotgan ekan. Tulki bo'riga: "Assalomu alaykum, bo'ri tog'a. O'lja muborak. Men sizga yaqin yilga semiz qo'chqor olib qo'ygandim. Endi uni o'zim yeya qolaman", debdi. Bo'rini quvonchi ichiga sig'may shoshib pishib tulkiga: "Yo'q, nega endi? Men albatta sovg'ani qabul qilaman. Sen hozir uyingga boraver. Men orqangdan tez yetib olaman", deb o'rmonga kirib ketibdi. Tulki esa bo'rining orqasidan sezdirmay poylab boribdi. Bo'ri ulkan, eman kavagiga quyonni yashiribdi. So'ng tulkining uyi tomon ketibdi. Bo'ri ketishi bilan tulki daraxt kavagidan o'ljani olib paqqos tushiribdi. Bo'ri borib qarasa, uyda tulki ham yo'q, qo'chqor ham yo'q ekan. Shunda bo'ri aldanganini sezib, orqasiga qarab yuguribdi. Daraxt kavagiga borib qarasa, u bo'm-bo'sh ekan. Laqma bo'ri ochko'zligi uchun o'z luqmasidan ayrilibdi. Qissadan qissa shuki, ochko'zlik yomon odat, keltirar faqat kulfat.
Po faktu. Bu yerda ochko'zlik haqida gap ketmayapti. Bu yerda bo'rini ishonuvchanligi, hattoki yo'q, даже bu yerda ishonuvchanligi ham emas. Aldanib qolgani. Bundan boshqa narsa aytish mumkin emas. Tasavvur qilinglar, sizlarga aytishyapti, bilmayman даже. Hop, tasavvur qilinglar, uylarga burger zakaz qildinglar. Oilaga otdilar-da, tortdilar. Ha, burger zakaz qilib qo'ydingmi? Yemay tur, hozir biza osh tayyorlab oldilar. Yo'q, sizlar yaxshi ko'rgan ovqatlaninglar. Nima qilasizlar? Albatta burger chekiga qo'yib qo'yasizlar. Kelib turib, masalan uchun singli yeb qo'ygan bo'lsa, nima ochko'r bo'ri bo'lib qolmaysizlar-yu. Ochko'z, ochko'r, ochko'z, ochko'z bo'riga aylanib qolmaysizlar-yu. Uni ham hozir mani fikrimcha situatsiyasi xuddi shunaqaga o'xshagan narsa. Shunchaki aldanib qoldi. Bu yerda ochko'zlikni nima aloqasi bor, bilmayman. Balkim noto'g'ri o'ylayotgandirman. Meniyam bilmadim. Xullas, bugungi bizani qisqacha bo'lgan trenirovkamiz o'tdi. Xuddi shu holatda yana 30 kun qiladigan bo'lib turib, 30-kun birorta natijani ko'ramiz degan niyatdaman. Hammaga e'tiborchi rahmat. Sog' bo'linglar.